Barlıq hamd sanalar Allah'a xasdır. Ölümge alaqadar musulmanның bilişi vacip bolğan bir qatar muhim işler bar bolup, tövende bunu bayan qılıp ötümüz. Birinci, her bir can ölümnің təmini tetiqçudur. Bu, çoxum bilişimiz kerek bolğan bir haqiqatdır. Çünkü hiç bir kişi meyli ömür uzun bolsun, yaki qısqı bolsun, sağ-salamet bolsun, yaki kesel bolsun, bay bolsun, yaki kambag'al bolsun, bari bir ölümden qaçıp qutulalmaydı. Allah Taala bu haqda mundaq degen: her bir can egisi ölümnің təmini tetiqçudur. Sizlərning ajringlar, yani amellaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki dozaqda yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iboratdir. Yani aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramon bo'lgandan keyin tugaydi. Yana her bir jandar ölümnің ta'min tetiqçudur. Ondan bizning dargohimizga qaytirilasizlar, deydi. Va yana her bir can ölümnің ta'min tetiqçudur. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar, degandir. Agar dunyo biror kishi uchun davomlashadigan bo'lsa edi, albatta Alloh taolo uni payg'ambarlari va yaqin do'stlar uchun davomlashtirgan bo'ladi. Qani shu payg'ambarlar, siddiqlar, shahid shuhada, sahoba va tabiinlar, Alloh taolo ularning hammasini rozi bo'lsin. İsa aleyhisselamdan başqa ularning hammasi ölümnің ta'min tetidi. İsa aleyhisselam bolsa axir zamanda tetiydi. Allah taolo bu haqda mundaq deydi: Senden ilgiri insonlardan hech kishini mangu yaşatqınımız yo'q. Sen ölsang, ular mangu yaşamdı. Allah taolo yana sen haqiqatan ölüsen, ularmı haqiqatan ölüdü degan. Ikkinchi, ölümden qachish mumkin emas. İnsan tan saqliq uchun har qancha tirikchilik ko'rsatsa-mu, u yana o'lib ketadi. Qayerda bo'lmasin, o'limdan qochib, nagilik etmasin, o'lim hamon uni topadi. Alloh taolo bu borada: "Ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqadi. Ondan sizlar g'aybni va oshkorni bilguchi Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Alloh sizlarga qilmishinglarni aytib beradi" degan, deydi. Alloh taolo yana mundaq degan: "Qayerda bo'lmanglar, ölüm sizlarni tapıdı. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi?" İbn Kesir rahimahulloh mundaq degan: "Yani qayerdala bo'linglar, ajal kelganda ölüm sizlarni tapıdı. Shuning uchun Alloh taolaning itoatida bo'linglar. Alloh taolo sizlarni buyurgan ishlar sizlar uchun yaxshidir. Bilinglarki, ölüm shak shubhsizdir. Buningdan qochish mumkin emasdir. Ondan Alloh taolaning dargohiga qaytirilasizlar. Kimki Allah Taalaga itoat qilgan bo'lsa, Allah uni eng katta mukofotlaydi va qilgan amalidanmi ko'proq savob beradi." İbn Kesir rahimahulloh yana mundaq degan: "Sizlar hammanglar shak-shubhsiz o'lib ketasizlar. Hech bir kishi buningdan qochib qutulolmaydi. Xuddi Alloh taolo zaminning ustidagi hamma yo'qoladi. Ulug' va karamlik Parvardigorining zoti mangu qoladi" deb aytgandek. Şeyh Muhammed İbn Salih al-Usaymin rahimahullah Allah Taala'nın ölüm sekrati haqiqatni elib keldi. Yani ahiretni inkar qilguvchi ahiretning dashni aniq ko'radi. Sen uningdan qachatding degan so'zining tafsiri haqida mundaq degan: Alloh taolaning bu oyatdagi bil haqqi degan so'zi ölüm shaksiz haqdir deganlikdir. Hadisda mundaq kelgan: Ölüm haqdir, jannat haqdir, dozaq haqdir. Demek, ölümning sakrati shak shubhsiz haqiqatni elib keladi. İnsan vafot bo'ladigan vaqtida ogohlantirilgan ishlarni va va'da qilingan ishlarni aynan ko'radi. Agar u mu'min bo'lsa, jannat bilan bishorat beriladi. Agar kafir bo'lsa, dozaq bilan bishorat beriladi. Alloh bizni dozaqdan saqlasin. 3. Ölümni eslab turish ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi. Haqiqatan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga ölümni ko'p eslab turishni tavsiya qilgan edi. Ey qarindishim, sen ölümni ko'p eslab turishning u kishini Rabbiga uchrashishga tayyorlik qilish va tuyuqsiz ölüm kelib qilishdan burun yaxshi amallarni ko'p qilib olishdek ko'p yaxshiliklarga turtib qilganligini bilmadingmi?
Ölümni unutish va uningdan g'aflat qilishning dunyoga berilib ketish, tavbani kechiktirish va toat ibodatlardan suslashib qilish qilib bordiganligini bilmamsan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib bundoq dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lazzatlarni uzgichini, ya'ni o'limni ko'p eslanglar degan. O'limni eslab turishdan maqsad dunyoning lazzat va mashg'ulotlariga berilib ketishdan to'sib, o'limga va qabriga tayyorlik qilish qilib bordigan eslashdir. Hargizmi insonni dunyo va oxiratlik foyda manfaatlardan uzib qo'yadigan va ish harakatlarida amallar foydasiz deganga o'xshash jabariya nazariyasiga elib boradigan salbiy eslash emas. Shayx Atiya Salim rahimahulloh mundoq degan. Buningdan maqsad o'limga tayyorlik qilishing uchun uni ko'p eslab turishingdir. Hargizmi dunyodagi bir kishilik rolingni yo'qotib qo'yishing va zinhor men baribir o'lib ketaman, amal qilib nima qilaman deb biljilishing emasdir. Balki sizlar o'limga tayyorlik qilish uchun qalbinglarda bu haqiqatni ko'p eslab turinglar deganlikdir. Ba'zi olimlar mundoq degan. Kimki o'limni ko'p eslab tursa, Alloh taolo uni 3 ish bilan hurmatlaydi. Tavbaga aldirash, qalbda qanoat bo'lish va ibodatga ruhliq, tetik bo'lish. Kimki o'limni eslashni unutib qolsa, 3 ish bilan sinaladi. Tavbani kechiktirish, rozimanlik yo'q bo'lish va ibodat usulishib ketish. Shuning uchun sening o'limni eslab turishing toat ibodatlarga ruhliq turishingga va gunohlarga tavba qilishingga aldirishingga sababchi bo'lishi kerak. Sening o'limdan qo'rqishing nurg'un g'am andishalarga va vasvasalarga sabab bo'lib qolmasligi, toat ibodatlardan sustlashtirib qo'ymasligi, shundaqla biror kasb bilan shug'ullanishdan va o'zingning, oilangning haqlarini ado qilishdan to'sib qo'ymasligi kerak. Bu shaklda o'limni eslash sana foyda olib kelmaydi, balki ziyon olib keladi. O'limni ko'p eslab turish bilan birga Rabbingga yaxshi o'yda bo'lishni unutib qolmagin. Chunki Alloh taolo insonlarga qilchilikmi zulm qilmaydi, balki yaxshi amallarga assilab savob beradi, afu qiladi, kechiradi va xatolik o'tkazgan bandalarning tavbasini va o'zi tarafga qaytganligini qabul qiladi. Shunga ey qarindishim, Alloh taolaning rahmatidan umidsizlanishdan azar ayligin va qalbingda Alloh taoladan qo'rqish bilan rahmatini umid qilishni birlashtirgin. Chunki Allohning azobidan qo'rqish va rahmatini umid qilish mu'minga nisbatan qushning ikki qantiga o'xshash bo'lib, biri yana biridan behojat bo'la olmaydi. Mana bu barliq payg'ambarlar, avliyolar va solihalarning holati edi. Allohning durud va salomlari ularga bo'lsin. Alloh taolo mundoq degan. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga aldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib, bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Alloh taolo yana ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uning duo qiladi degan. Alloh taolo yana mundoq degan. Allohga shirik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holatda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egallarila ibrat oladi. Shunga ey qarindishim, o'zingdan qachon o'lib ketaman deb so'ramagin, balki qaysi holatda, ya'ni yaxshilik ustidimi yoki yomonlik ustidimi? Taat ibodat ustidimi yoki gunoh ma'siyat ustidimi? Iymon islom ustidimi yoki kufr ustidimi? Bu holatlarning qaysi ustida o'lib ketadiganligini so'ragin. İnsanning qachon o'lib ketadiganligini bilmasligi o'limni doim aslab, Rabbiga eng yaxshi holatda uchirish uchun tayyorlik qilishiga olib boradi. Shayx Ibn Usaymin rahimahulloh bundoq degan. Shunga deymizki, sen o'zingdan qachon o'lib ketaman, nada o'lib ketaman deb so'ramagin. Chunki bular yuz berishi muqarrar bo'lgan, so'rilishi ajatsiz ishlardir. Sen dunyoda har qancha uzun yashasangmi, oqibatda yanala bir kun yashagandek his qilasan. Balki haqiqat Alloh taolo ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir atdigan turgandek gumon qiladi degandekdir. Lekin har bir inson o'ylab, uningga qarata ko'nglida bir javob bo'lish kerak bo'lgan bir savol bor.
U bolsa-mı, qandaq holatda o'lib ketaman. Fiqhning maqsadi bo'lsa, sen boy holatda o'lib ketamsan yoki kambag'al holatdami? Kuchlik oldimi yoki ojiz oldimi? Ko'p farzandlik holatdami yoki befarzand holatdami? Ya'ni bu holatlarning qaysida o'lib ketsan emas, balki qaysi amalning ustida o'lib ketsan deganni maqsad qildim. Demak, agar o'zingdan bu savolni so'rasang, cho'qim o'limga tayyorlik qilishing kerak. Chunki qachon o'lib ketadiganligini bilmaysan. Qanchilgan insonlarni ko'rdikki, atdiganda mashinasini haydab chiqib ketib, kech bo'lganda jinozasi ko'tarilib, qabristonlik elib berildi. Yana nurg'un insonlarni ko'rdikki, uydagilarga tushlik yoki kech tamoqni tayyorlab qo'yinglar deb uydan chiqib ketib, shu tamoqni yeyish nasib bo'lmadi. Yana qanchilgan insonlarni ko'rdikki, ko'ynikini kiyib, tugmasini atdi-yu, u tugmalarni faqat xassallarla yechdi. Bu ahvollar biz ko'p ko'rgan, tuyuqsiz yuz bergan hodisalardir. Endi gap o'zimizning qaysi holatda o'lib ketadiganligimiz haqida o'ylanaylik. Shuning uchun ko'p istig'for aytishimiz kerak. Chunki istig'for aytib turish orqali hamma g'am qayg'ularimiz hal bo'ladi va hamma qiyinchilik va mushkul ishlarimizga bir chiqish yo'li bo'ladi.